Men ikkita beshtalikni bu beshta qoldirib, uchinchi beshtalikdan qirqaman. Mustahkamroq bo'ladi. Bular pletistalar, o'ramaturgullar. Bular farqi yo'q. Tashqi, ichki buni kesaverasiz. Mana baribir ichki tomondan ham, tashqi tomondan ham bu tub katta. Shuning uchun farqi yo'q. Ichki, tashqi shuning uchun kesaveriladi bu. Ozgina mana 3 talik, mana birdaniga 5 talik kelyapti. Bundan qirqmayman. Chunki juda ingichka chiqadi. Men ikkinchi beshtalikdan qirqaman. Mana holatda keladi. Mana bu ham mana nozik judayam ochilib bo'lgan, lekin nozik. Shuning uchun mana 5 ta barg, 3 ta barg o'tkazaman, 5 ta barg. Buni ham o'tkazaman. Mana bu yerdan qirqish mumkin. Buni ham o'tkazaman, chunki mana novda juda ingichka. Baquvvatroq chiqish uchun pastroqdan kesiladi. Shu holatda. Bu Esterland yaxshi ko'rinadi. Dan ko'rsataman mana bu mana rotarkarsar. Kechqurungacha ochilaveradigan. Tegmaymiz. Ochilib bo'lganiga qaraymiz. Mana yana 5 talik o'tkazamiz. Mana 5 talik, ikkinchi 5 talik. Men uchinchi 5 talikdan o'tkazaman. Nimaga 5 taliklar o'tkazaveryapman? Agar men teparoqdan qirqadigan bo'lsam, maniladan chiqib ketsa, yana uzun bo'lib ingichka bo'lib ketadi. Baquvvatroq chiqish uchun men pastroqdan kesaman. Mana shu yaqqol ko'rinayotgani. Qarang, mana ochilib bo'lgan qismi. Mana bitta 5 talik, mana ikkita 5 talik, mana ikkita, mana birinchi 5 talik, ikkinchi 5 talik, uchinchi 5 talik. Bu uzunroq. Shuning uchun men yana tagroqdan 4-chi 5 talikdan kesaman. Mana shu holatda. Avtomatik ravishda ketadi. Qani endi bu uzunroq ekan. Qarang, agar yuqori qismini o'stirmoqchi bo'lsangiz, uni 3 ta, 4 ta, 5 talik o'tkazmaysiz-da. Bitta yoki 2 ta 5 talik o'tkazsangiz bo'ladi. Men 2 ta 5 talik o'tkazdim, qirqdim. Voy, bular qirq bo'lguncha hali mana va barok. Endi bular tanasi uzunlar. Mana yo'l tomondagilar ham xuddi shunaqa qirqiladi. Mana yo'l tomondagilar. Bunda qilib, mana shu holatda kaltroq qilib qirqaverasizlar. Agar pletistaylari tanasi ingichkaroq bo'lsa, kichikroq bo'lsa, kaltaroq bo'lsa, gavdasiga qarab o'tkazaverasizlar. Mana barok. Mana bitta, mana birinchi 5 talik, ikkinchi 5 talik, men kaltaroq qilaman. Uchinchi 5 talikdan qirqyapman. Mana shu holatda kesiladi o'ramaturgullar. Kichkina miniaturgulchalarimiz bo'lsa, gavdasiga qarab qirqaverasiz. Mana birinchi 5 talikdan qirqyapman. Buni ham birinchi 5 talik. Bunisiga ham ikkinchi 5 talik. Uzun kaltasiga qarab turib qirqaman. Agar shrablar qirqilishida, qarang, ochilib bo'lgan qismini mana bitta orada ochilib bo'lganini olib tashlaysizda. Ochilib bo'lgandan keyin xohlang tagidan, bu tag qismini manidan kesing. Xohlang mana yon shoxlarni qoldirib turib, shrablar mana o'rtadan manidan qirqiladi. Mana bu hali ochilib bo'lgani yo'q, men qirqmayman. Mana xohlang mana ikkita yon bokovoy novdalar qoldirib turib, o'rta qismidan qirqing. Xohlang tag qismidan qirqing. Tag qismidan qirqsangiz kechroq gullaydi, lekin gullar katta bo'lib gullaydi. Mana shoxlar qoldirsangiz, shoxlarda ertaroq mana bu yerda gul chiqib gullaydi. Mana bu yerda nimadan yangi chiqadi, yani